Salom hammaga do'stlar. Bugun mikrofonni o'ynaymiz. Mana salom. Men yana Shamshiddin gamer bo'lyapti. Va bugun shu videoni chiqarishga qaror qildim. Bu videodan maqsad Makka va Madinani qurdim. O'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Kommentariyada 1dan 10gacha bahola ketinglar. Mana. Obo. Men moblar paydo bo'lyapti lekin. Hozir. Albatta bu kichkina versiya. Bularni qurgunchalik qo'shini qo'rdi. Mana. 1dan 10gacha bahola ketinglar. Uf, sen nima bular qilursan? Baholab beringlar. Makka va Madinani mana. Shularni hammasini o'ldirish kerak. Agar men serverga kirsam, ko'rdim mashg'ulotlaring. Skipten issamaydi. Mana ko'ryapsizlar. Betem paydo bo'lyapti. Tun bugun ochiq hamma joyda. Chunki men yaxshi tushunmayapti. Hozir ko'rdim. Sizga o'tirib oldimmi? Qoch, bo'tam, qoch. Qoch. Ulgurasan, qoch. Qoch. Hozir bo'lam, qo'yim bor. Mana ko'ryapsizlar. Eng ko'p blog mana bu ketdi. Qiynal ketdim. 2ga 1mi? Bularni o'ldirib. Staksa ketdi. Shuning uchun tashlab yubordim. Dortga. Aytishim to'g'ri. Tuma ko'rishim yaxshi ekan-ku. Fatga chiqim borgan bu yerda. Mana ko'ryapsizlar. Iloji boricha shunday qilishga harakat qilganman. Shu joy kimgadir kerak bo'la turgan bo'lsa, menga aytsalaring, qanday qilib qurishni o'rgataman. Bu sekret joy bo'ladi, qarab turinglar. Mana. To'g'ri, ko'pchilik ko'rmasligi mumkin. Lekin sizlarga aytmoqchimanki, bu video maqsadi hech qanday emas. Kimnidir yoki birovni maqtash emas. Yoki sen zo'r shunaqa yomonlash emas. Bu maqsadimiz Makka va Madinani ko'rsatish. Habib chetiga oldi. Ko'ryapsizlar. Keyingi videoda menimcha junglini ko'rsataman. Junglidagi qishloqda u tortilmalar bo'ladi. Men shu Makka va Madinani neyroga quraman. Do'stlar, hammaga ham xayr. Videomiz uzun bo'lib ketmoqda. Sizlarga ham xayr. Shundaymi? Bo'pti hammaga do'stlar. Hozir hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan Shamshiddin gamer bo'ldi. Like va obuna esdan chiqmasin.